Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Nechisi? 24-oktyabr. 24-oktyabr bugun 12 da ikkita reysimiz bor. Ozgina kech chiqmoqda. Kech bir ikkita sababga bog'liq. Anvar aka nechta joy oldingiz? 5 ta. Joyingiz ketyaptimi aytilgandaymi? Aytilganda ketyapti. Jaloliddin akadan sizlar nechta joy oldinglar? 6 ta joy. 6-chisi siz bo'lib qoldingiz yo'lakda, to'g'rimi? 5 ta joy bo'lgan. Akalar, murojaatga bir kun oldin chiqaylik. Zaryadga sharoit, hamma narsa bor. Jaloliddin aka, nechta joy oldingiz? Qaysi vaqtda ketyapsiz? Ishonarlimi? Kamchilik bormi? Kamchilik koridorda joy sig'mayapti-da, endi nima qilamiz? Nima deysiz siz? Joyingiz yo'qdimi? Zaryadka tagida. Anvar aka, hamma joyda zaryadkasi pastida hozir shofyor qo'shadi, foydalanamiz. Nima deb qo'yasiz? Yolg'on bormi? Yo'q, yolg'on yo'q. Albatta vaqtda eng asosiy narsa ota chegarani, aytilgan narsani amalga olaylik. Ketyapsizmi? Tavsiya qilsangiz deydimi?